Assalomu alaykum. Aziz birodarlar, bugungi suhbatimiz juda jiddiy mavzu haqida. Ammo undan oldin bir narsaga aniqlik kiritmoqchimanki, ushbu videoni tayyorlashimdan maqsad bo'lib o'tgan bahsni muhokama qilish emas, chunki odamlar allaqachon hammasidan xabardor. Kimdir uni maqtadi, kimdir tanqid qildi. Men esa boshqa juda muhim bir jihat haqida gapirmoqchiman, ya'ni bahsdan keyin nima sodir bo'lgani haqida. Bu muhim murojaatimdan oldin men so'zimni ushbu gap bilan boshlayman. Ko'pchiligimiz Hindistonda bo'lib o'tgan mashhur bahs haqidagi turli e'lonlarni kuzatdik. Bu bahslar jamoatchilik fikrini qattiq qo'zg'atdi va millionlab odamlar katta qiziqish bilan bu bahsni tomosha qildi. Bahslar musulmon shayx Shamoil an-Nadvi va Hindistondagi eng mashhur ateistlardan biri bo'lgan Javid Akhtar o'rtasida bo'lib o'tdi. Javid Akhtar oddiy kichik shaxs emas. Aksincha, u Hindistonda katta nom qozongan. Kino san'ati yangilanishining asosiy shaxslardan biri sifatida tanilgan va katta ommaviy hamda madaniy ta'siriga ega shaxs. Hayratlanarli joyi shundaki, Javid Akhtar musulmon oilasida tug'ilgan. Uning bobosi diniy olim bo'lgan. U ham musulmon sifatida ulg'aygan. Menga ma'lum bo'lishicha, hayotining boshida u diniy fanlarni o'rgangan, lekin oxir-oqibat ateistga aylangan. Bu shaxs shunchalik mashhurki, Hindistonning butun mamlakati uni biladi. Chunki u san'at sohasiga kirib, Hindistondagi eng mashhur filmlarning ssenariylarini yozgan. Shuning uchun Shayx Shamoilning bu odamni bahs stoliga o'tirishga rozi qilganining o'zi bu katta yutuq va ulkan g'alaba hisoblanadi. Bunday odamni bahslarga jalb qilish va shayx uning yonida bo'lishi bu ham alohida g'alaba. Bahs ishtirokchilari kuchli yoki zaifligini shunchaki baholab bo'lmaydi, chunki kuch va zaiflik nisbiy tushunchalardir. Haqiqatan ham bu bahslar katta mashhurlikka erishdi. Millionlab tomoshabinlar tomosha qildi va Hindistonning san'at, ommaviy axborot va intellektual olamida mashhur shaxs bo'lgan Javid Akhtarning bu bahsda qiyinchilikka tushgani bu bahslarga alohida qiymat berdi. Men shu nuqtani yoritib berishni xohlardim, chunki bunday shaxs ustidan g'alaba qozonish oddiy ateist yoki jurnalist yoki maqolalar yozuvchi ustidan g'alaba qozonish bilan bir xil bo'lmaydi. Yo'q. Umuman bir xil emas. U juda katta shaxs bo'lib, jiddiy maqomga ega. Siz uning intervyulari va Hindistonning yirik shaxslari bilan tushgan fotosuratlarini ko'rishingiz mumkin. Subhanalloh, shunday bo'lishi Allohning irodasi. Alloh subhanahu va taolo istadiki, bu bahslar keng e'tiborga ega bo'ldi. Ularni katta internet platformalarida namoyish qilishdi va millionlab odamlar tomosha qildi. Alhamdulillah. Hindistondagi ateistlarning o'zlari tan olganidek, bu bahs musulmonlar uchun aniq g'alaba bilan yakunlandi. Buning uchun faqatgina ushbu videoning izohlariga qarash kifoya. Har qanday mu'minning yuragi shodlanadi. Men shaxsan o'zim izohlarni islomiy kanallarda yoki Shayx Shamoil kanalida emas, balki Hind kanallarida o'qidim. U yerda hindlar ham bor edi va ularning izohlarini o'qidim. U yerda ushbu bahsdan xursand bo'lgan hindlar va musulmon olimini madh etganlar bor edi. Ba'zi ateistlar va hindlar hayratga tushib, islomni qabul qilganliklarini bildirganlar ham bo'ldi. Men hatto ularning ba'zi izohlarini e'lon qilganman. Siz ham o'sha kanallarga kirib, tarjimani yoqib, izohlarni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Ushbu bahsning ta'siri haqiqatdan ham juda katta bo'ldi. Men uni oshirib aytmayapman. Buni hindlar va ateistlar o'z kanallarida tasdiqlashadi. Yaxshi, endi siz so'rashingiz mumkin. Boshqa hayratlanarli voqea nima edi deb. Masala shundaki, bu bahs haqida xabar arab mamlakatlariga yetgach, afsuski ba'zi arab blogerlar Shayx Shamoil tomonida bo'lmadi. Aksincha, ular unga qarshi hujum qila boshlashdi va turli bid'atlar va xatoliklarda ayblashdi. Hatto ba'zilari uni kufrda ayblashgacha borishdi va Shayx Shamoilga takfir e'lon qilishdi. Shundan so'ng Shayx Shamoil ushbu ayblovlarni inkor etuvchi post yozib, uni e'lon qildi. Keyin esa o'z pozitsiyasini batafsil tushuntirib video murojaat qildi.
Ko'p sonli qarshi izohlar Shayx Shamoil uchun to'satdan yuz bergan hodisa bo'ldi. Shuning uchun men unga murojaat qilishga qaror qildim. Alhamdulillah uning raqamini topib bog'lana oldim. O'rtamizda iliq va samimiy suhbat bo'ldi. Men unga uning faoliyati va yaqinda bo'lib o'tgan bahs uchun minnatdorchilik bildirdim. So'ngra biz unga nisbatan tarqatilgan haqoratli postlar haqida suhbatlashdik. U menga juda qayg'uli bir gapni aytdi. U ba'zi musulmonlar meni kufrda ayblashmoqda. Bu esa meni yuragimni ezyapti deb yozdi. Bu ajablanarli edi. Men unga insonlar faqat faol va boshqalarga ta'sir qilgan kishilar haqida gapirishadi. Siz ularga ta'sir qilgansizki, sizni tanqid qilishmoqda. Agar jim tursangiz, sizga qarshi hech narsa bo'lmas edi dedim. Shuningdek, men unga tanqid ikki turga bo'linishni eslatdim. Birinchisi adolatli tanqid. Uni qabul qilish kerak. Ikkinchisi asossiz tanqid. Uni e'tiborsiz qoldirib, Alloh yo'lida da'vat ishlarini davom ettirish kerak. Men unga shu kabi maslahat berdim. Arablar tomonidan duch kelgan munosabatni yumshatishga harakat qildim. Lekin keyinroq xavfli bir voqea sodir bo'ldi. Ertasi kuni Shayx Shamoil menga bir xabar yubordi. Bu xabar meni qayg'uga solib qo'rqitdi. Aynan shuning uchun ham bugun men bu video murojaatni qilyapman. Men bu videoni yozishimning sababi bahs bilan bog'liq emas, balki Shayx Shamoil yuborgan xabar bilan bog'liqdir. U xabarida Hindiston ommaviy axborot vositalari menga qarshi norozilik ishlarini boshladi va ular meni hibsga olinishimni maqsad qilmoqda. Iltimos men uchun duo qiling deb yozdi. U menga Hindistonning yirik kanallaridan olingan ko'plab videolarni yubordi. Unda ommaviy axborot vositalari Shayx Shamoilga qarshi keskin tanqidlar bildirgan va jiddiy ayblovlar qo'ygan edi. Men ba'zi videolarni tomosha qila boshladim va tushundimki, bu oddiy tanqid emas, balki uning da'vat faoliyatiga qarshi uyushtirilgan maqsadli harakatlar edi. Maqsad uning Alloh yo'lida da'vat qilish faoliyatini to'xtatish, hatto hibsga olish va qamoqqa olish orqali uni siquvda ushlash edi. Men o'zimga shunday savol berdim. Qanday qilib ba'zi musulmonlar shu holatga keldiki, ular o'z musulmon birodari Shayx Shamoilga qarshi ateistlar va hindlar bilan bir safda turibdi. Bu bechora shayx o'z vatani Hindistonda ta'qibga uchradi. Unga tahdidlar qilinmoqda va unga qarshi kurashishmoqda. Va bizdan yordam va qo'llab-quvvatlash olish o'rniga tanqid va kufrda ayblash bilan qarshi olinmoqda. Bular musulmonlar tomonidan qilinmoqda. Salaflar manhaji shiori ostida uyushtirilmoqda. Ammo bu bilan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning so'zlariga bepisandlik qilinmoqda. Musulmonning birodaridir. U unga zulm qilmaydi, yordamsiz tashlab qo'ymaydi, unga xiyonat qilmaydi. Musulmonning birodaridir. Bu yerda men bu so'zlarim bilan Shayx Shamoilni ideal shaxs demoqchi emasman albatta. Men uni faqatgina yaqinda bo'lib o'tgan bahsdan keyin tanib oldim. Shunga qaramay aslida musulmon aybsiz hisoblanadi va biz bu haqda yaxshi gumonda bo'lishimiz kerak. Ayniqsa agar u islom chegaralarini qo'riqlayotgan, islomni himoya qilayotgan va dinsizlarga raddiya berayotgan bo'lsa, aynan uning sababli ko'plab odamlar ommaviy ravishda islomni qabul qila boshladi. Ba'zilar esa hech bo'lmaganda islom haqida jiddiy o'ylab ko'ra boshladi. Agar biz birodarimizda biror xatoni ko'rsak, nasihat qilishimiz mumkin, lekin ommaviy qoralab va shubha eshiklarini ochmasligimiz kerak. Birodaringiz xato qilsa, unda u bilan bog'laning, u bilan gaplashing, qo'ng'iroq qiling, nasihat qiling, lekin ijtimoiy tarmoqlarda go'yoki mushaklaringizni ko'rsatib o'zingizni ko'z-ko'z qilib yaxshi gumon qilish o'rniga yomon shubhalar tarqatmang. Omma oldida qoralash islomiy uslubmi? Bu musulmonning ishimi? Musulmonga to'g'ri keladimi bu ishlar? Odamlar bilan muloqotni, ularning e'tiqodini taftish qilishdan boshlaysizmi? Aqidangizni tushuntiring, e'tiqodingizni bayon qiling deb xuddi xavorijlar uslubida so'roq qilib, keyin esa o'zlarini salafiy deb da'vo qiladiganlardanmisiz? Allohga qasamki, haqiqiy salafiy musulmonni sotishdan, uni tashlab qo'yishdan, uni kofir hindlarning qurboni qilishdan juda yiroq bo'ladi. Ular bilan bir safda turib, musulmonni tahqirlashda va unga hujum qilishda ishtirok etish haqida gapirmasa ham bo'ladi. Bu juda ajablanarli.
Ish shu darajaga yetganini bilgach, men Shayx Shamoilga darhol o'z mamlakatini tark etishga maslahat berdim. Unga hozirning o'zida chiqib keting dedim. Bu yerda qolish xavfliligini aytdim. Alhamdulillah, shundan keyin u menga aeroportdan yozib, hozirgina samolyotga chiqayotganini va mamlakatni tark etayotganini xabar qildi. Birodarlar, bu holatni bir tasavvur qilib ko'ring. Bu insonning muammosi haqiqiy edi. Uni ta'qib qilishayotgan edi. Kufr kuchlari unga qarshi fitna uyushtirishdi. Kofir hindlar, buddistlar va ateistlar birlashib unga qarshi chiqishdi. Uning butun hayoti izdan chiqdi. Kecha-yu kunduzi tinchi yo'qoldi. U oilasi va uyni tashlab o'z mamlakatini tark etishga majbur bo'ldi va aynan mana shu og'ir sinov paytida ayrim odamlar topildiki, ular faqat unga hujum qilish, uni qoralash va hindlar bilan dinsizlar qila olmagan ishni qilish bilan band bo'lishdi. Ular unga jismoniy zarar yetkazishga urinishdi. Bular esa o'z so'zlari, haqoratlari va kufrda ayblashlari bilan ma'naviy zarar yetkazishdi. Haqiqiy yordam faqat Allohdandir. Yordam faqat Allohdandir. Bu odamlarning na axloqi bor, na taqvosi bor, na or-nomusi. Bu qanday musibat? Qanday xorlik? Bu qanday yondashuv o'zi? Xullas, ertasi kuni shayx boshqa bir davlatga yetib borganini bilgach, biroz tinchlandim. Men undan hol-ahvol so'radim. U esa ahvol og'ir ekanini aytdi. Uni hibsga olish uchun order berilishi, vataniga ekstraditsiya qilishlari va u yerda hibsga olib qamoqqa tashlashlari ehtimoli bor ekan. U suhbatni mana bu so'zlar bilan yakunladi. Iltimos, meni duolaringizda eslab yuring. Men esa Qodir Allohga uning qalbini sobit qilsin, haqda mustahkam tursin va unga yomonlikni istaganlarning yovuzligini undan uzoq qilsin deb duo qildim. Qisqacha aytganda, oramizda bo'lib turgan bu suhbat mana shundan iborat edi. Men bularning barchasini sizga bu inson qanday ahvolda ekanini bilishingiz uchun aytdim. Shuningdek, bir so'z u uchun o'qdek sanjilishi, oddiy bir post esa hibsga olish orderiga sabab bo'lishi mumkinligini anglab yetishingiz uchun aytdim. Tasavvur qiling, agar Shayx Shamoilga qarshi uyushib ish boshlagan bu dinsizlar va hindlar uni obro'sizlantirish va kufrda ayblashga qaratilgan son sanoqsiz postlar va tweetlarni yig'ib olsalar, ularni turli akkauntlar va saytlar orqali jamlab shayxning o'ziga, uning shogirdlari, talabalariga va o'z mamlakatidagi muassasalarga qarshi ishlatsalar nima bo'ladi? Shunda yovuzlik tillari nima deyshadi? Qaranglar, aslida bu adashgan odam ekan, hatto musulmonlarning o'zlari ham uni adashgan, noto'g'ri qarashlarga ega deb hisoblashyapti deyshadi. Bu postlar esa ular uchun dalil bo'lib xizmat qiladi. Endi buni sudda tasavvur qiling. Sud uni hibsga olib, qamoqqa tashlashi uchun siz ayblab yozgan postlar sud uchun yetarli bahona bo'ladi. Siz shuni xohlaysizmi? Xohlarmidingiz? Savol, siz bunga rozimisiz? Kofirlar musulmonni bo'ysundirish uchun foydalanadigan qo'l bo'lishga rozimisiz? Ayting, rozimisiz? Zulm har doim ham qilich bilan qilinmaydi. Ba'zan u til bilan ham qilinadi. Odam esa buni go'yoki din uchun g'ayrat shiorlari bilan niqoblaydi. Aslida esa bu yolg'on va ko'z bo'yamachilik xolos. Siz yozasiz, lekin shu bilan bir musulmonga zarar yetkazasiz. Holbuki u inson qo'llab-quvvatlashga, minnatdorlik so'zlariga, duolaringizga ko'proq loyiq edi. Unga qarshi bu postlar yo tweetlar orqali ma'naviy bosim o'tkazish o'rniga u uchun duo qiling, uni haqqiga duo qiling. Birodarlar, bugun Shayx Shamoilni duolaringizda eslanglar, chunki u har qachongidan ko'proq ham duoingizga muhtoj. Kimki odamlarni yomonlashga, boshqalarni adashganlikda ayblashga oshiqsa, men ularga shuni aytamanki, avvalo o'zingga nisbatan yumshoq bo'l, o'z diningni, o'z insoniy qadr-qiymatingni qayta ko'rib chiq. Bir musulmonga dushman bo'lib qolishdan yoki uning dushmanlariga yordamchi bo'lib qolishdan ehtiyot bo'l. Shuni bilib qo'y. Yaxshilik yo'qolib ketmaydi, gunoh unutilmaydi va jazosi yo'q bo'lib ketmaydi. Xohlaganingni qil. Sen qanday yo'l tutsang, senga ham xuddi shunday munosabatda bo'linadi. Allohim, Shayx Shamoil birodarimizni o'zing panohingda saqlagin. Uni zulmdan, fitnadan va dushmanlar makridan asragin. Qalbini haqda sobit qil, ishlariga baraka ber. Unga yomonlikni istaganlarning yovuzligini o'zlariga qaytargin. Amin.
وجدت حديثك مد اليدا. عليك السلام أيا مصطفى، ودونك روحي وجسمي فدا. فلي منك نور ونفح حبور، وطيف سرور ينير المدى. وطيف سرور ينير المدى. وسيرتك العطر تثري الحجا، وتحيي النفوس وتروي الصدى. عليك الصلاة عليك السلام، نبي الرشاد رسول الهدى.